Saharlik va iftorlik dasturxoningiz uchun bir emas, ikki emas, 3 xil ko'rinishdagi mini lavashlarni tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi lavashimiz uchun bodring, pomidor, brinzani somoncha shaklda to'g'raymiz. Salat bargini esa qo'limizda maydalab olamiz. Go'shtni ham somoncha shaklda to'g'rab, yog'siz tovada qovurib olamiz. Tabga ko'ra tuz va murch solib yaxshilab aralashtiramiz. Lavash xamiriga bir qoshiq nachinka solib yaxshilab o'rab olamiz. Ikkinchi lavashimiz uchun sosiska yoki kolbasa, bodring, pomidorni somoncha shaklida to'g'raymiz, sirni qirg'ichdan chiqaramiz, mayda to'g'ralgan kenza, makka jo'xori va ozgina mayonez solib, tuz va murch solib yaxshilab aralashtiramiz. Bir qoshiq nachinkadan qo'yib, uni ham lavash xamiriga o'rab olamiz. Uchinchi lavashimiz uchun bor yo'g'i 2 xil mahsulot ketadi. Piyozni parrak qilib to'g'raymiz. Bir qoshiq tuz, 2 qoshiq uksus solib, suv solib yaxshilab qo'lda maydalaymiz va yarim soatga olib qo'yamiz. 4 dona tuxumni qaynatib, vilka yordamida ezib olamiz va maydalangan kenza qo'shib, tuz va ziravorlar bilan o'zgacha ta'm beramiz. Bu nachinkamiz bilan lavashlarning ichini to'ldiramiz. Lavashlarimizni ozgina yog' bilan orqa oldini qizartirib pishirib olamiz. Mazali va to'yimli bo'lgan mini lavashlarimiz tayyor bo'ldi. Bu videoni har kuni saharlik va iftorlikka nima tayyorlashni bilmay o'tiradigan dugonalarimizga jo'natib qo'ying. Like va kommentariy sizlardan kutib qolaman.